Yangi O'zbekistonda shu kungacha amalga oshirilmagan Amir Temurga oid bo'lgan ko'plab vazifalarni avvalambor ularni qaytadan ko'rib chiqish va qolaversa uni mana shu yangi O'zbekistondagi olib borilayotgan islohotlar nuqtai nazaridan yana bir satrda munosabatni qaratish mana shunga va eng muhimi esa uni nafaqat O'zbekistonda shu bilan bir qatorda xorijiy mamlakatlarda ham yana bir karra keng targ'ibotini amalga oshirish va shu bilan bir qatorda bu siymo va umuman Amir Temur va Temuriylarga oid bo'lgan ko'plab merosni nashr qilish va ilmiy muomalaga kiritish masalalarini kun tartibiga qo'yadiki, bu ishlarning amalga oshirilishi mana bugungi kundagi avvalambor Amir Temurning faoliyatini xalqimizga, yoshlarga, ularning tarbiyasiga va qolaversa esa dunyo hamjamiyatida ham yana bir karra ko'rsatishga bag'ishlangan. Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qaror bu tantanali sana bilan bog'liq oddiy hujjat emas. U milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani mustahkamlash va kelajak avlodni ulug' ajdodlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan kompleks davlat siyosati namunasidir. Bu qaror orqali O'zbekiston o'z tarixiga faqat faxr bilan emas, mas'uliyat bilan ham qaraydigan davlat ekanini yana bir bor namoyon etmoqda. Amir Temur merosi esa 3-renessans yo'lidagi ma'naviy tayanch sifatida talqin etilmoqda. Eng muhimi, mazkur qaror Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan buyuk o'tmishimizni, xalqimizning tarixiy salohiyati va sivilizatsion maqomi qanday ekanini jahon hamjamiyatiga to'liq va xolis tarzda tanishtirishga qaratilgan izchil davlat siyosatining mantiqiy davomi hisoblanadi.